Assalomu alaykum. Bugun hammaga ma'lum mashhur bo'lgan appenditsit haqida gaplashamiz. Appenditsit o'zi bu nima? Appenditsit bu yo'g'on ichakning chuvalchangsimon o'simtasi, ya'ni appendixning tiqilib qolishi natijasida yallig'lanish kasalligi. Tiqilib qolishga nima sabab bo'ladi? Turli xil fekalitlar, ya'ni qotib qolgan axlat qoldiqlari, hazm bo'lmagan ovqat mahsulotlari sabab bo'lishi mumkin. Va bundan tashqari gijjalar ham sabab bo'ladi. Asosiy belgisi o'ng yonbosh sohada kuchli og'riq va bu og'riqning 4-6 soatda epigastral sohada, ya'ni oshqozondan o'ng yonbosh sohaga o'tishi. Bundan tashqari qo'shimcha belgilar sifatida ko'ngil aynishi, qayt qilish, qusish va haroratning ko'tarilishi misol bo'ladi. Asosiy tekshiruvlardan esa Shotkin-Blumberg, Sitkovskiy, Rozing va bunga oid bo'lgan 7 ta muhim belgini kiritishimiz mumkin. Qon tahlilida esa leykositlarning sonining oshishi. Asosiy davo chorasi bu appendektomiya amaliyoti, xirurgik yo'l bilan appendiksni olib tashlash. Agar uni o'z vaqtida biz davolamasak, u yorilib ketishi mumkin va bundan keyin peritonit, sepsis kabi juda og'ir va xavfli kasalliklarga olib keladi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Meni kuzatib boring, har kuni bitta kasallik haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.